Beshariq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq kompleksiga shifokor, akusher-ginekolog Usmonovaning navbatchilik paytida, ya'ni 2024-yil 9-avgust kuni soat 21:00 larda homilador ayol Karimova quvuq sohasida og'riq va tez-tez peshobga chiqish shikoyati bilan keladi. Bemorga birinchi homiladorlik 36-haftasi, o'rta preeklamsiya, asoratlangan siydik yo'li infeksiyasi, o'tkir pyelonefrit, ya'ni buyrak yallig'lanishi, qandli diabet birinchi turi, kamqonlik o'rta og'ir darajasi tashxisi qo'yiladi. Ushbu tashxis to'liq bo'lmaganligi, anamnez to'liq yig'ilmaganligi, vrachlar konsiliumi o'tkazilmaganligi, 9-14-avgust kunlari bemor nazorati to'liq olib borilmaganligi sababli bemorda normal joylashgan yo'ldoshning vaqtidan ilgari ko'chishi sodir bo'ladi va homila yurak urishi eshitilmay qoladi. Shundan so'ng ayol zudlik bilan operatsiya zaliga olib o'tilib, kesarcha kesish amaliyoti o'tkaziladi va onadan o'lik homila olinadi. 19-avgust kuni vrachlar konsiliumi o'tkazilib, bemor Farg'ona viloyati tez tibbiy yordam markaziga olib boriladi. Tibbiy muolajalarga qaramasdan 24 yoshli ayol 21-avgust kuni vafot etadi. Sud komission ekspertizasining xulosasiga ko'ra, marhumaning o'limiga homiladorlik asorati hisoblangan preeklamsiya oqibatida normal joylashgan yo'ldoshning muddatidan ilgari ko'chishi natijasida o'tkir qon yo'qotish va hamroh kasallik, qandli diabet asoratlarining rivojlanib borishidan yuzaga kelgan ko'p a'zolar yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Xulosada qayd etilishicha, marhuma homilador ayollar patologiya bo'limiga yotqizilgan paytda unga nisbatan to'liq tashxis qo'yilib, o'z vaqtida vrachlar konsiliumi o'tkazilib, ayoldagi yuqori xavfni inobatga olib, vaqtida tug'dirib olish choralari ko'rilganda, uning hayotini saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilgach, ish Beshariq tumani sudida ko'rib chiqildi va shifokorga chora ko'rildi. Sudlanuvchi Usmonova O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 116-modda 3-qismi bilan aybli deb topilib, unga shu moddaga asosan Jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llab, O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimidagi tug'ruq bo'limlarida akusher-ginekolog lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilib, 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shuningdek, yuqoridagi ko'ngilsiz holat natijasida yuzaga kelgan zararlarni sudlanuvchidan jabrlanuvchining qonuniy vakili foydasiga undirish belgilandi.